Koreyada shunaqa kichkina mini pitsalar bor ekan. Magazinda sotishar ekan. Mana bunaqa Go Pizza degan magazinga borasiz. Pyeongjong deydi bu yerda Koreyada. Tanlaysiz qanaqa pizzani nima yeyishni va zakaz bersangiz 15 minutda tayyor bo'lar ekan. Mana hozir ko'rsanglar, bu sirli pitsa bir kishiga yetarli. Bundan kichkinarog'i bor edi, 3,5 ming wonga. Bunisi 8,5 ming won. Lekin ta'mini hozir endi ko'ramiz. Ta'mi ham yaxshi. Mana qo'shilgan mumkin. Siri juda ham ko'p. Triple cheese pitsa ekan. Ta'mi yaxshi. Bu albatta magazinda tayyorlanadigan bo'lgani uchun shunday pechkaga qo'yar ekan. 10 minutlarda tayyor bo'ladi. 15 minutlarda уже sizning qo'lingizda bo'ladi. Ta'mi yaxshi. Agar Koreyada bo'lsanglar, GS25 degan magazinlar bo'ladi, Pyeongjongda. Shu magazinlarda buni sotib olsanglar bo'ladi. Go'shtsizi bor ekan, pishloqlisi. Shuni hozir ta'mi yaxshi.